20-ci ügetkili boladigan boluş. Abdori doktor Erkin Sıdık. Davamlıq yetakläp meňiş üçin davamlıq ügünüp durun. Amerikadaki bir şirketning lideri Gerald McGinnis mundaq degen. Anglaş vaqtınız bilan o'qish vaqtingizni, so'zlash vaqtingizni qaraganda taxminan 10 nesli bekrak qadrlang. Bu sizning to'xtavsiz o'rganishingiz va o'z-o'zingizni to'xtavsiz yaxshilab mengişingizni kapolatga ega qiladi. 1910 va 1920 yillardagi dunyoga tanilgan kino artisti Charlie Chaplinni bilmaydigan kishilar bo'lmasligi mumkin. Bir qitim muxbirlar uning bilan suhbat o'tkazib, savol so'raganda, savolga javoban mundaq degan: "Men tomoshabinlarimga qo'yib berilayotgan kinolarimdan birini ko'rayotganda, tomoshabinlarimning nimaga kulmayotganligiga intayin qattiq diqqat qilaman. Masalan, bir qancha tomoshabinlar men kulkilik bo'ladi deb o'ylab kirgizgan bir harakatga kulmasa, men u harakatni inchkilik bilan tekshirib, uningdagi xatolik yoki uni ijro qilishdagi xatolikning nima ekanligini tepib chiqishga tirishaman. Agar men kulkilik bo'ladi deb o'ylamagan bir harakatga tomoshabinlar azroq bo'lsa-mu kulki bilan inkos qaytardikan, men o'z-o'zimdan u narsa nima uchun kulki paydo qiladi deb so'rayman." Chaplinda talant bilan intayin kuchlik ichki harakatlantirgich kuch bor bo'lganligi uchun u muvaffaqiyatli bo'lgan. Biroq uning bundaq iqtidoriga ozuq bo'lib bergan narsa uning o'rgatkili bo'ladigan xarakteridir. U taraqqiy qilish, o'rganish va o'z mahoratini kapolatga yetkazish yo'lida to'xtovsiz holda eng yuqori darajada qattiq tirishgan. U dunyodagi eng dangliq va eng yuqori maoshliq artistga aylangan vaqtdami qanoatchanlik his qilmagan. Agar Chaplin o'zining o'rgatkili bo'ladigan mijozining o'rniga po'chilik va o'z-o'ziga bo'lgan qanoatchanlik mijozini dasatgan bo'lsa, hozir allaqachon unutilib ketgan bir odatdagi kino artistiga aylanib qolgan bo'ladi. Liderlar duch kelayotgan xatarlarning biri ma'lum darajadagi obro'yga erishgandan keyinla uning bilan qanoatlanib qilish. Agar siz ma'lum darajadagi ta'sir doiraga va hurmatga erishib bo'lgan bo'lsangizmi, o'zingizni davomli taraqqiy qildirishni to'xtatmang. Buning sababi sizning taraqqiyotingiz sizning kim ekanligingizni belgilaydi. Sizning kim ekanligingiz sizning o'zingizga qanday kishilarni tortadiganligingizni belgilaydi. Sizning o'zingizga kimlarni tortadiganligingiz sizning tashkilotingizning muvaffaqiyatini belgilaydi. Agar siz tashkilotingizni taraqqiy qildirmoqchi bo'ladigansiz, o'zingizda o'rgatkili bo'ladigan xarakterni saqlang. O'zingizda o'rgatkili bo'ladigan pozitsiyani yetildirish va saqlash uchun tövandagi ishlarni qiling. Birinchi, o'zingizdagi qanoatchanlik kesilini saqayting. O'rgatkili bo'lmaydigan pozitsiya erishgan natijalardan kelib chiqadi. Ba'zi kishilar xato holda ma'lum bir nishonni amalga oshirib bo'lgandan keyin davomli taraqqiy qilishning hojati yo'q deb qaraydi. Bundaq ahvol yuz berish ehtimolligi bor ishlarni ko'p. Masalan, bir unvonga erishish, bir orzu qilgan xizmatga o'rinlashish, bir alayda mukofotga erishish yoki bir iqtisodiy saviyaga yetish. Ammo unumli liderlar undaq o'ylis bo'lmaydi. Ular taraqqiy qilishni to'xtatgan kun, ular o'zining va o'z tashkilotining barliq yoshirin kuchidan ayrilib qolgan kun bo'ladi. Ray Kroc mundaq degan: "Agar siz yeshilli tursangiz, davomli ko'klaysiz. Siz pishib bo'lgan aman sesishga boshlaysiz." Ikkinchi, muvaffaqiyatdan kelib chiqqan qanoatchanlik tuyg'usini besib tushing. Ko'pincha ahvolda muvaffaqiyat kishilarning o'rgatkili bo'ladigan pozitsiyasiga to'sqinlik qiladi. Unumli liderlar shuni biladiki, ularni hozir huquqqa erishtirgan narsa hargizmi ularni shu o'rinda saqlay olmaydi. Agar siz burun muvaffaqiyatli bo'lib baqqan bo'lsangiz, diqqat qiling. Shundaqla shuni esda tutingki, agar siz tunugun qilgan ish siz uchun hozirmi cho'ng ish bo'lib ko'rindikan, siz bugun hech qancha ish qilmagan bo'lasiz. Uchinchi, udul yo'llardan qat'iy voz keching. Nancy Dornan mundaq degan: "Ikki nuqta o'tirsidagi eng uzun oraliq udul yo'ldan iborat. Bu haqiqatan to'g'ri gap.
hayotdagi ma'lum qimmatga ega narsalarning hammasiga siz ma'lum qimmatdagi badal to'laysiz. Agar siz ma'lum bir sohada taraqqiy qilmoqchi bo'ladigansiz, uningga qanchalik ish ketadiganligi va qanchalik badal to'lamasi bo'lmaydiganligini aniqlab oling. Ondan u badalni to'lashga qat'iy bel bog'lang. 4. Mag'rurlikni tashlab o'ting. Ügetkili bo'ladigan pozitsiya bizning hamma narsani bilib bo'lolmaganligimizni e'tirof qilishni talab qiladi. Uningdan boshqa, agar biz davomliq o'rganib mangsak, biz davomliq xatolik o'tkazibmi turamiz. Biroq yozuvchi va qo'l hunar mutaxassisi Albert Hubbard deganidek, bir odam o'z umrida o'tkazish ehtimolligi bor bo'lgan eng cho'ng xatolik uning xatolik o'tkazib qo'yishdan davomli qo'rqib turishidan iborat. Siz ham mag'rur, ham o'rgatkili bo'ladigan odam bo'lolmaysiz. Siz bir narsaga erishish uchun cho'qim yana bir narsadan ayrilsiz. Kishilik taraqqiyotni qo'lga keltirish uchun cho'qim mag'rurligingizni tashlang. 5. O'xshash xatolikqa 2 qatim badal to'lamang. Teddy Roosevelt mundaq degan: xatolik o'tkazmaydigan odam olg'imi ilgirlamaydi. Bu rost gap. Biroq o'xshash xatolikni qayta takrorlab turadigan lidermi olg'a ilgirlamaydi. Siz bir o'rgatkili bo'ladigan lider bo'lish sifatingiz bilan cho'qim xatolik o'tkazsiz. Shundaq ahvolda xatolikni unutib keting. Lekin u xatolik sizga o'rgatgan ishni mangu esda tuting. Undaq qilmaydigansiz, siz o'xshash xatolikqa ko'p qatim badal to'laysiz. Siz o'zingizning o'rgatkili bo'ladigan xarakterini yaxshilash uchun buni ishlarni qiling. 1. Xatolik o'tkazganda uningga qanday muomala qildiganligingizni obdan kuzatib beqing. Agar siz uningga nihoyatda nachar muomala qiladigansiz yoki zodil xatolik o'tkazmayman deb o'ylaydigansiz, o'zingizning o'rgatkili bo'ladigan pozitsiyasi ustida ozroq ish elib bormasangiz bo'lmaydi ekan. 2. Yangi ishlarni sinab beqing. 3. O'zingizning iqtidori bor bir sohada yangi narsalarni o'rganing. Liderlik yoki o'zingizning kasbiy sohasida yiliga 6 dan 12 parcha kitob o'qing.